shu ota-onam uchun uylandim degan yigitlar paydo bo'lyapti. Men o'zi uylanmoqchi emas edim, domla. Men o'zi yaxshi ko'rgan qizim bor edi, domla. Shu ota-onam garang qildilar. Bular bir to'y qilmoqchi ekanlar. 4 kishini oldiga haq bermoqchi ekanlar. Shuning uchun uylandim, qo'ydim. Endi ana bu ayol sizga men ketdim deydi. Shunaqalarni hammamiz eshityapmiz bugun. Hammamizni ko'chamizga bor. U qiz ham birovni qizi, jigar porasi, eri qachon $100 yuboradi shuni kutib yotadi endi. Erkaklarni ham vazifalarini uqtirmog'imiz kerak. Erkakning vazifasi, moddiy vazifasi bor, lekin ma'naviy vazifasi ham bor. Ayolni himoya qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqdan, turli xil xurujlardan, turli xil oqimlardan, turli xil fikriy unga bo'layotgan hujumlardan ayol zaifa. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: sizlarga jannat ahlining, jannatiy ayollarning vasflari, sifatlari to'g'risida xabar beraymi? Jannatiy ayol al-vadud, mehrli bo'ladi, muhabbatli bo'ladi. Jannatiy ayol yuzini burishtirmaydi. Jannatiy ayol chehrasi ochiq bo'ladi. Jannatiy ayol al-vadud, al-valud bo'ladi. Ya'ni serfarzandlikni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Al-udu ala zawjiha, erining qanoti ostiga, erining oldida yashashni yaxshi ko'radi. Hamisha erining kanafini, erining quchog'ini, erining himoyasini xohlaydi. Boshqa bir rivoyatda aw zalamat aw zulima, eriga zulm qilsa ham yoki eri bunga zulm qilgan bo'lsa ham erini oldiga keladi. Eridan uzr so'raydi. Aytadiki: "Ey erim, modomiki mendan rozi bo'lmasangiz, ko'zimga uyqu ilinmas. Men biror bir narsa yemayman" deydi. Qizlarimizni mana shunga tarbiyalashligimiz kerak. Bu ba'zilar o'ylaydi, qullikmi bu? Ojizlikmi bu? Yo'q, bu quvvat. Bu katta polvonlik. Bir mojaro chiqqan uyga 40 kun farishta kelmaydi degan bir rivoyat bor. Bu ayol o'z vazifasini qilishligi. Hazrat Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Laysa shadidu shadidus sur'a, innama shadid man malaka nafsahu indal ghadab. Baquvvat polvon bu kurashda odamlarni yiqituvchi polvon baquvvat emas, undan baquvvati bor. G'azabi kelganda o'zini jilovlay olgan odam. Ayol mana shu holatda nima qiladi? O'zini jilovlay oladi. Mas'aladan kam zarar va yengil holatda chiqib ketadi.